Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun bolalarda uchraydigan gipermetropiya, ya'ni xalq tili bilan aytganda plyus zreniya, uzoqni yaxshi ko'rib, yaqinni ko'rishga qiynalish haqida gaplashamiz. Ko'pchilik ota-onalar bolam televizorni yaxshi ko'ryapti, demak ko'zi sog'lom deb o'ylaydi. Ammo ba'zi hollarda bolalarda uzoqni yaxshi ko'rib, yaqindagi narsalarga qaraganda qiynalishi mumkin. Bu gipermetropiyaning belgisi bo'lishi ehtimolligi yuqori. Gipermetropiya nima o'zi? Oddiy qilib aytganda, ko'zga tushgan tasvirni aniq joyi ko'zni orqa tomonda bo'lishi. Shu sababli bola yaqindagi narsalarni ko'rish uchun ko'ziga ortiqcha zo'r berishga majbur bo'ladi. Bola buni sizga aytib bera olmasligi ham mumkin. Chunki u hamma odamlarda shunday bo'ladi deb o'ylaydi. Shuning uchun ota-onalar belgilariga e'tibor berishlari kerak. Qanday belgilar kuzatiladi? Bola kitob o'qiganda tez charchaydi, o'qish yoki yozishni yoqtirmaydi, ko'zlarini ishqalaydi, bosh og'rig'idan shikoyat qiladi. Dars paytida diqqatni bir joyga jamlolmaslik hamda tez tarqalishi kuzatiladi. Ba'zi ko'zlarda bir ichkariga bitta ko'z yoki ikkalasi g'ilaylik shaklda namoyon bo'lishi mumkin. Ko'pchilik ota-onalar buni erkalik yoki dars qilishni istamaslik deb o'ylashadi. Aslida esa bu muammo ko'rish bilan bog'liq bo'lish ehtimolligi yuqori. Yana bir muhim narsa shuki, kichik yoshdagi bolalarning aksariyatida yengil darajada gipermetropiya bo'ladi. Bu tabiiy holat. Chunki bolaning ko'zi hali o'sish jarayonida bo'ladi. Ko'z kattalashgan sayin bu holat kamayib boradi va plyus sekin-sekin 0 ga tushadi. Bu holat 7 yoshli bolaga to'g'ri keladi. Agar buni o'z vaqtida nazorat qilinmasa, ko'rish qobiliyatining pasayishi, g'ilaylik, dangasalik, ya'ni amblyopsiya deydi, shu holatlar yuzaga kelishi mumkin. Tashxisni qanday qo'yiladi? Buning uchun albatta farzandingizni ko'z shifokoriga tekshiruvga olib kelishingiz kerak. Ayniqsa kichik yoshdagi bolalarda ko'zda tomchi tomizib, haqiqiy ko'rish darajasi aniqlanishi shart. Davolash qanday amalga oshiriladi? Ko'p hollarda shifokor bu yoshdagi bolalarga ko'zoynak tavsiya etadi. Ba'zi ota-onalar ko'zoynak taqsa, ko'zi yana yomonlashib ketmaydimi deb xavotir olishadi. Yo'q, to'g'ri tanlangan ko'zoynak ko'zni hech qachon buzmaydi. Aksincha, bolaning ko'zlari ortiqcha charchamasligiga yordam beradi va ko'rishni to'g'ri rivojlanishini ta'minlaydi. Xulosa qilib aytganda, agar farzandingiz kitob o'qishni yoqtirmasa, ko'zi tez-tez charchashiga, bosh og'rishiga shikoyat qilsa, diqqati tez tarqalib ketadigan bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qiling. Shifokor ko'rigidan o'tkazganingizdan keyin ko'z kasalliklari erta aniqlanadigan bo'lsa, uni tuzatish yana ham oson kechadi. E'tiboringiz uchun rahmat.